Leksimizi davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım, endeki mavzu. Deniz boğazı doğrusu da söhbet. Leon'un markalık avamatika bilen M503 belgelik koş bisli xanjar gılapten soğuruldu. Tayvan boğazı otur yolga xeres ilan kılındı. Mavzulu haber 1 ayının 8. günü Amerika avazının Xitay tili programımızda münazara uyuşturuldu. Otur yol degende Tayvan boğazıdakinin Tayvan boğazının otur ulamağındağı yol. Başka mendik emez. Kısqısı məzmunu. Cungo taraf haftanın 4. günü bir taraflama halda M503 belgelik hava yolunu işletti. Onun kayındilla Liao'nun belgelik avamatgini Tayvan boğazıdan haydap öttü. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bo'g'ozining amaldori mundaq ko'rsatdi. Har qandaq bir tarafning o'z oldiga harakat qilinib, hozirgi holatni o'zgartirishga qarshi turibmiz. Kechiringlar, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining amaldori mundaq ko'rsatdi. Tayvan bo'g'ozining amaldori emas, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining amaldori mundaq ko'rsatdi. Her qandaq bir tarafning o'z oldida harakat qo'llanib, hozirgi holatni o'zgartishiga qarshi turibmiz. O'xshashda aviatsiya yo'li va bexatarlik masalasini ikki tarafning suhbat orqali hal qilishiga chaqiriq qilamiz. Jungo Tashqi ishlar ministrligi Amerika tarafga javob qaytarib, mundaq ko'rsatdi. Amerikaning objektiv muomala qilishini umid qilamiz. Tayvan meselesinde Amerika'nın bir cungo siyasi çiğ turuşunu ümit kılımız. Ve alakadar meselelerini Amerika muvaffak bir taraf kılış gerek. Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen Twitter'da fikir kaldırıp mundaq ko'rsatdi. Cungo M503 belgelik hava yolunu bir taraflama yolga koydu ve harbiy manevrni kuchaytdi. Bu muqimlikni saqlashimiz gerek. Biz burayında muqimlikni saqlashimiz gerek. Bu xabarga yozilgan inkaslar tuvandikilar. Inkas birinchi, ular odamni odam deb qaramaydi. Ana shuki Tayvan bilan aloqa qila olmaydi, ya'ni Jungo. Inkas ikkinchi. Men Amerikaga Jungodan keldim. Tayvan har bir tarafdan meni askarlikka qatnashishga ruxsat qilishini, mening Jungo armiyasiga qarshi urush qilishimga ruxsat qilishini umid qilaman. Tayvanning erkinligi, demokratiyasi uchun badal to'lashni xohlayman deydi bir nafar kishi inkasida. Inkas 3. Bu yo'l Xi Jinping muqarrar mangdagan yo'ldir. Ya'ni bu yo'l rais Xi Jinping muqarrar mangdagan yo'ldir. İnkas 4. Kelinglar, bu xabarni ko'ringlar. Ideologiyaga qarama-qarshilik qaysi davrning ishi bu? Prezident Trump Jungoni ziyorat qilib keldi. O'ltirib suhbat qurishi kerak-ku. Jungoliklar o'ltirib suhbat qurishi kerak-ku. Her kuni harbiy aeroplan, her kuni zambirakcha parxod necha 10 yillar o'tib ketdi. Hech qanday bir yangilik o'ttirg'i chiqmadi. İnkas 5. Suhbatlashganda qarshi cho'qim odam bo'lish kerak. Har qanday suhbat qurganda qarshi o cho'qim odam bo'lish kerak. Odamning gapini tushunadigan bo'lish kerak. Ondan suhbati unum bo'ladi. Jungo yovuz dinga ishonadigan kishilar. Sovetlardan boshlangan hamda davlat o'g'risi bo'lib o'ttirg'i chiqayotgan bir partiyaning hukmronligidagi Jungodir. Allaqachon demokratiyaning dushmaniga aylandi. Tinchlikning dushmaniga aylandi Jungo. İnsaniyatni vayron qiladigan yo'shiron ofat bo'lib qoldi Jungo. İnkas 6. Jungo Kompartiyasining yaqindan bir-iki harakatlari parokandachilik silish, yana mag'lub bo'lish, yana parokandachilik silish, yana mag'lub bo'lish, oxiri berib halok bo'lish. İnkas 7. Tayvan M503 havo yo'lida uchgan Jungoning aeroplan urab tushirish kerak.
İnkaz 8. Kişilerin nazarını yötkeş. Cungo pıralarını aldap, lükçek hakimiyetinin çirikleşkenligi, çüşkülleşkenligini, iktisadi eğrik günde kalgallıkı boğan dikkatini ağdırış. Tayvan'ga besim şiltiş usulu arkalık Amerika'nın adalet sodığa nazar ağdırışını, Cungo'nun pulunu kontrol kılışığı nazar ağdırışını, Yötki bitiş ve Bexatarlik Komitetinin çavuşanını cazalaş qatarlıq bir qatar zor krizislarda məğlub bolğan qiyafətke dikkat çekken Cungo pıralarının nazirini yötki bitiş üçün burunqi iligerlikni şıqsılıb Kompartiya şıqsat gümran bulup yetip keladigan məğlubiyet krizisten qutuluş üçün kişilerinin ve pıralarının nazar dikkatini ağdırış üçünla Tayvan boğazı da elip berip atkan harekettir.